Mamlakatimizda yoshlar sportiga qaratilayotgan e'tibor, yaratib berilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlar allaqachon o'z samarasini bera boshlagan. Nafaqat jismoniy sport turlari, nafaqat yakkakurashlar, balki aqliy sport turlari borasida erishilayotgan natijalar ham fikrimizni tasdiqlaydi. Yakuniga yetib borayotgan hafta mamlakatimiz shaxmati olamidagi yorqin voqea bilan yodimizda qoladi. Yosh iqtidorli grossmeysterimiz Javohir Sindorov Kiprda bo'lib o'tgan 2026-yilgi nomzodlar turnirida muddatidan avval g'alaba qozondi va ushbu turnir chempioniga aylandi. Bu orqali u jahon toji uchun kurashish huquqini ham qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz erishgan ushbu natijasi munosabati bilan prezidentimizning tegishli farmoniga asosan mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlandi va davlatimiz rahbari ushbu mukofotni Javohir Sindorovga shaxsan o'zi tantanali ravishda topshirdi. Mana shu farzandimiz Javohir butun O'zbekistonimizni xalqini g'ururi, iftixori desak bu to'g'ri bo'ladi. Bilasizlarmi, niyatni xolis qilish kerak deydi. Niyatimiz xolis ediki, mana shu farzandimiz mana shu dunyo hamjamiyatiga yana bir marta O'zbekistonning nomini, yangi O'zbekistonning shabodasini yetkazilsak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Shuning uchun biz qancha g'ururlansak, qancha faxrlansak, Javohir bilan arziydi. Abdulla Aripov O'zbekiston she'rida bir gaplar yozganda shuni men aytmoqchiman. Temir tig'i yetmagan joyni qalam bilan oldi Alisher. Satrlarni davom ettirib katta g'urur bilan 64 katakli jang maydonida dunyoni zabt etdi Javohir degan jumlani qo'shib qo'ysak, bu adolatdan bo'ladi. Albatta Javohir o'g'lim O'zbekiston shaxmat tarixida ilk bor FIDEning nomzodlar turnirida erishgan yuksak g'alabang bu tarixiy voqea. Bilginki, bu butun xalqimizning, yangi O'zbekistonning g'alabasi, yurtimizga, elimizga yarashib turgan bunday quvonchli kunlar, yutuqlar albatta bardavom bo'lsin. Albatta hech bir narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Buni zamirida uzoq yillik tinimsiz mehnating, ustoz va murabbiylar sabog'i, ota-ona, bobolarni va buvijonlarni albatta duosi ham juda katta senga kuch-qudrat berib turdi. Fursatdan foydalanib mana shunday o'zbek o'g'lonni tarbiyalab voyaga yetkazgan bobong va buvimlaringga, ota-onangga, ustoz murabbiylaringga o'zim nomidan katta rahmat demoqchiman. Buni yana bir cho'linga qarsak. Bugun yana bir narsani alohida ta'kidlamoqchiman. Turnirdagi har bir o'yinni kuzatib bordik. Sen shaxmat taxtasi ustida o'zbek xalqiga xos bo'lgan mustahkam iroda bilan, o'ziga bo'lgan ishonch bilan, chuqur tafakkur va sabr bardoshni namoyon etding. Bolaligingda eng asosiy raqibing kim deb so'rashganda hindistonlik Ramesh Babu deb aytgan. Gaplaring meni esimda turibdi. Mana shunday shaxmatchini ham oq va qora donalarda mag'lub etib oldinga qo'ygan maqsadlar yo'lida naqadar qat'iyatli ekanligini yana bir bor isbotlading. Qolaversa yana 6 nafar AQSh, Xitoy, Niderlandiya, Germaniya, Rossiyalik super grossmeysterlar bilan o'tgan har bir o'yinda bosqinlik bilan mardonavor kurashding desak, bu ham adolatdan. Umuman nufuzli turnir davomidagi 14 ta o'yinda mag'lubiyat nimaligini bilmading. 6 ta turda g'alaba qozonding. Bular FIDEning nomzodlar turniri uchun tarixiy rekord. Mana shunday yuksak natijalar O'zbek shaxmat maktabining dunyodagi o'rnini yana bir bor ko'rsatdi. FIDE reytingidagi top 5 ta shaxmatchining 2 nafari o'zbek o'g'loni Javohir Sindorov va Nodirbek Abdusattorov ekanini barchamizga albatta katta g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Sportchilarimiz, yoshlarimiz olimpiadalarda qancha medallar olib kelyapti. Buni tagida bitta narsa bor. Tizim bor, raqobat bor, ishonch bor, sharoit bor desak, bu ham to'g'ri. Ziyolilar, yozuvchilar bilan, shoirlar bilan, san'at arboblari bilan o'tirganda g'urur bilan aytdim men. Javohir tojda olib keladi. Sizlar she'rlarni yozaveringlar dedim, asarlarni yozaveringlar dedim. Albatta hali oldimizda Samarqand 46-Butunjahon shaxmat olimpiadasi bor. Va'dangni ustidan chiqib o'zbek shaxmat tarixida yangi sahifalar ochasan deb men ishonaman. O'zbekistonda oxirgi yillarda shaxmatga bo'lgan e'tibor yuksak darajaga chiqarib, adolat tizimini o'rnatdik, maktablarni yaratdik, sharoitlar yaratdik.
Shuning uchun bugun Javohirni yangi O'zbekiston shon shuhratini xalqaro miqyosda yuksaltirish, yurtimizga shaxmatni rivojlantirishga qo'shgan ulkan hissasi munosib tadbirlar bo'yicha yana bitta farmonga imzo qo'ydim. Agar ruxsat bersalaring shuni topshirsak. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli prezident. To'g'risi boshim osmonga yetdi. Albatta qo'ng'iroq qilganingizda juda hayajonlanib ketdi. Hozir ham hayajondaman. Har bir yutug'imizni har qanday shu kichkina bo'ladimi, katta bo'ladimi, siz o'zingiz har doim qo'llab-quvvatlab turasiz. Bu barcha sportchilarimizga, xususan o'zimga, shaxmatchilarga alohida ishonch beradi. Men ushbu musobaqadan so'ng yopilish marosimidan keyin o'zimni shu o'zbek yurti o'g'loni ekanligimdan faxrlanib ketdim. Ko'zlarimga yosh kelib ketdi, chunki shunday nufuzli musobaqada chiqishi o'zi oson bo'lmadi, lekin chiqqandan keyin butun dunyoga o'zbek o'g'lonlari nimaga qodirligini ko'rsatdi. Buni hammasini tagida albatta sizni qo'llab-quvvatlab turishingiz, sizni shu siyosatingiz sportga, yoshlarning hamma taraflama rivojlanishiga qaratadigan e'tiboringiz turibdi. Agar siz ruxsat bersangiz, shu Kiprdan olib kelgan kichkinagina sovg'am, ya'ni shu kubogimni sizga topshirsam, ushbu kubok boshlanishi va nasib bo'lsa, tojni ham olib kelganda sizni qo'lingizga topshiraman. Shu kunlarga katta rahmat.